ekan quyosh qo'llari. Bugun mana biz hozir bugun sana qanaqa akalar? Bugun hamma quyonchilar mana qadrlarni termasiga keldik. Soat 2-bo'lim Qo'rg'ontepa tumani. Yalnız yaqinda boshladi. 2 oy bo'ldi qadrani. 2 oy bo'ldi aka. Mana shu quyonlar hammasini to'ldirdim mana kattalar. Boshida bunday kattalar qildi, keyin qarasa qiziqish katta ketdi. Ishqibozchilik, keyin hamma kattalar birdan chiroyli qilib bu sarflar zo'r qo'ydi. O yüzden baringiz ochilayotganlar, mana uncha yordam beraverasiz. Kattalar quyonlar bir tanishtirib qo'yamiz mana. Gallandlarni ham yaxshi ko'rar ekan mana Haydar akamiz mana yaqinda olib berasizlar. Mana gallandlar. Gavanalarda mana galoboylari. Bu anaqa narsada Haydarlar bu maska sharif kelmagan bu deydi-yu, lekin bu ton bor-ku, toni ham yatiradi bularda. Baribir juda katta farq qiladi jaydarlardan. Mana gold deb mana maska sharif kelmaganda, lekin sharif maska zo'r kelgan ekan. Urg'ochmi erkakmi? Erkak, samiz. Mana samkasi mana. Toni yaltiradi, qarang. Tonlari tushasiz, maza qilasiz-da. Bu yo'llar. Qancha bo'ldi boshlaganingizga? 2 oy bo'ldi aka. 2 oy. Oldinmi xo'roz nima quyon baxmagan. 2 oy bo'ldi. Nimada? Akalar Haydar professional gulchi aka, gullarning ustasi, katta ustasi gullarni. Endi mana quyonchilikka ham qiziqib, mana safimiz kengayapti biz ham. Lekin uncha marta quyonlarni olib berasiz yana tomosha qilib qiziqqanlarga. Haydar bu o'z tanishtirib turasiz-ku? Mayli aka. Yo'q, men siz ochasizmi yo joyman ekan. Katta boplashsan aka. Quyonlarga komfort qilib bersanglar, joyni zo'r qilib bersanglar, to'g'risi daromad beraveradi. Quyonni olgandan keyin sotishni o'ylamay turish kerak bir yilcha. Har dolar o'zi keladigan bo'ladi. Bu nima ekan-ki? Baran siyamski baran. Zo'r, katta turib olaverasizlar qo'ylasizlar. Zo'r narsa ekan. Yosh ekan-a bu? Ha, yosh u. Qo'yan bor uni ichida. Ko'rinadi shu. Ko'rayapti. Qadam qo'yaver. Mana mana qo'yaver. Bu xatirchilar ham bormi? Ha, xatirchilar ham bor aka. Gapim olib beryapti. Bunaqa syomlayaptizmi? Yo'q, o'zi pishyapti. Doğrusu maqa nima qilasizda endi qo'ydim. Xudo xohlasa yaxshi ustiga qilib. Bu xatotlar bilasizlar bari. Bu qanaqa ekan buni? Shu satin-a bu? Ha, bu oq satin zakrib samka bu. Samkasi bu. Nimami ko'zi almazmi? Almaz glas. Mana. Nima Bo'g'oz aka, bu xudo xohlasa. Sababini qilib qo'ydi aka. Sababini qilib qo'ydi, almaz glas. Erkagi qaysi buniki? Erkagi ham mashida buni. Tepada yuradi mana bular. Tepada yuradi, turinganlar hammasi aka ular. 3 ta samka, 2 ta samka. Qiziqaman-da men. Zo'r sog'lom boyasigan aka. Ventilyatorlar qo'yib qo'yasiz. Ha, aka, ventilyatorlar. Zo'r chiqdi katta. Shunday odam ko'zi havas qiladigan. Quyonlarga ham sharoit, o'ziga ham sharoit zo'r o'tdi-da, to'g'risi. Mana mana sames aka, oq satin bu. Kalif ham bor ekan-da. Almaz glas. Ha, bo'g'oz kalif bor aka. Assortiment sizda? Ha, assortiment qilyapman, qiziqishga. Bular qizil satinlarmi? Qayerdan keldi qizil satinlar? Qizil satinlar Hamidullogadan keldi. O, yaqinda o'zingizmi? Anjo quvonch qildi, adibini Hamidullogamizdan keldi. Zakir plyonli bular. Bu sames. O kichkinalari-chi, bular ham? Bular pari, bollari. Shularni bollari. Mana sherigi bor. Siz panelingizni yorib bering. Zo'r. Nima bog'lab beryapsiz endi aka? Ularga Bonfit degan ashi Farhod 9 akamizdan Bonfit degan ko'rmak kelyapman aka. Premium.
O yorqinga olaylik. Bunavi keldi. Kelaling. Qizil satin samka bu. Bo'g'ozmi? Zakreplonniy. Xudo xolasa savg'ini qilib qo'ydik aka. Bunavi 20 ming buni auksion deb qo'yganmiz buni. Bu bugun sotildi shekilliga. Xudo xolasa bu baraka bo'ldi uzoqdagi. Akamda parasi bor ekan, o'shuning uchun. Ha, bizga bunga Oling-da, 20 ming ham oling-ku, bu yoqqa. Keldi. Sizlar mana olib berasizlar, mijoy qo'yib olinglar. Kim telefon nomerlaringizni qo'yib qo'yamiz, telefon qilganlarga. Mayli, mayli. Tez vaqt qo'yib olinglar. Hadilar tez rivojlantirib yubordi quyonchilikni. Mana olib berasizlar. Biz olib beramiz. Hozir bizlar bo'ldi, Alloh biz gaplashyapmiz. Biz operatorlar havaskorga. Havasga belikan olib kelib qo'ydi o'qidan samka. Gaplarga baraka. Telefon qilganlarga yoki qanaqa qilib boshlaganingizni. Ana boyaz kamchiliklarini, qiyinchilik yo'q endi u bolaga ko'rmadim. Xudo xolasa. Anaqa ishqibozga bu ishtima emas-da bu. Maza qilib boqadi. Bu galvolarga zo'r ekan. O'zingiz zotingizdan Gavalar ham zo'r ekan. galvo o'zi bolalar aka. Telefon qilishadi o'zimiz. Bu baraka bo'ldimi? Sizga aka, men kelmaydi. Ko'zlarim tinarlaymi? Zo'r. Zo'r o'tga havas qildik. Qachon sotuvga chiqadi ular? Ko'payganda. Ko'payganda aka, hammasini qiziqib yaxshi ko'rib yig'ib oldim aka. Endi xudo xolisa ko'paytirib bolalardan sotaveramiz aka. Xudo xolisa. Yengil qilib. Yozda ham ko'paysa bo'la oladigan sharoit ekan-ku. Ha, Salqinaganda. o'tkaza yo'q qo'yganmiz. Qo'yib qo'yganmiz. Ventilatorlar ham ishlab ekan. O'zi sizlar tomon salqinaganda. Ha, salqin. Bu bo'g'ish shekilli. Ha. İkinci bölümde ham savayda ham qiziqtiring atrofni. Odamlar ko'zi bilan ko'rib, qulog'i bilan eshitmaguncha haligi qiziqmaydi-da. Bir ko'rgandan keyin nimaligini ko'rsa bizni ko'zimiz. Siz bilan biz ko'zimiz o'rgandi. Mana bu yo'llar, toza yo'llar ko'ryapsiz-ku. Lekin ko'rmagan odamga ular antiqalar qiladi. Kalifga olaymi aka bo'g'otni ko'rasizmi? Mana oling. Bizning chiroyli ekan. Hattoki qo'shmoqchimiz. Kalif samka. Ularni gapligini. Ovozmi bu? Bo'g'oz aka. Tez kunlarda tug'ib qoladi. Xudo xolasa. Akalar mana quyon boqinglar, mana haydaralikka mana isbotlab qo'ydim mana bu pastda. Ko'rchilik havas qilib mana tungi soat 11 da yetib keldik. Maza qilyapmiz hozir. Maza qilayotganimiz sizlarga hozir aniqlab bera olmaymiz. Boshlash kerak. 1-2 oy vaqt turib tashlab yubormaslik kerak. Astoydil. Hurmat qilganlarga rahmat sizlarga aka. 1-2 oyda sotishga qiziqmaylar, sotishga qiziq bo'lsanglar keyin quyon boqinglar kelmay qoladi. Oliblar sotishni plani bo'lib qoladi-da. Xudo xolasa 1 yil, 1,5 yil boqib ko'paytira olinglar, xaridorlar o'zi uyda kelib ketadi. Usta bo'lib ketasizlar, qancha. Sog' bo'linglar. Hadilar. Rahmat e'tibor uchun sizlarga.